loyihasi bor deb eshitdim. Shunaqa. Shu bo'yicha kredit ta'minotlari, ya'ni turlari bo'yicha ma'lumot kerak asosan. Biz hozir 100 ta mahalla banklar joylangan. O'shanda har bitta mahalla banki asosan 3 ta mahalla banklar o'sha bittadan, ikkita mahalladan, bittasi 3 ta mahalladan mahalla banki tayyorlangan. Jami 3 ta mahalla banki bo'lib, shu tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha o'rganilayotgan. Undan tashqari mahalla agentlari bor. Shu mahalla uy-uy yuradi. Uy-uy yurib, shu qancha yordamchilar bo'lsa, qanaqa tadbirkorlar shug'ullanayotgan bo'lsa, shu o'rganilayotgan. Shu masala bo'yicha murojaat kerak bo'lsa, shu mahalla banklaridan olasiz. Asosan sug'urtasi kredit berilayotgan shu 27-28% kreditlarimiz bor. Sug'urta asosida 17 milliongacha kredit bo'ladi. Undan yuqorilari kafil asosida bo'ladi, 50 milliongacha. Qanaqa dokumentlar, qanaqa hujjatlar ketishi tushuntiriladi. Uni birinchi o'rinda sizlarga yozib olish, sizlarga o'zini band qilish kerak. Shundan keyin bazaga kelib, kelganingizdan keyin bazaga siz kartingizni ko'radi, kartni, kredit tarixini ko'rib chiqadi. Holat qo'yib, qancha kredit olmoqchi bo'lsangiz, shu orqali beradi. 17 milliongacha bo'lgan kreditimiz o'sha asosan sug'urta orqali beriladi. Bundan yuqorilari kafil asosida 50 millionga to'lanishi mumkin. Yana kimda qanchalik muammolar bor? Qanaqa muammo bor? Ipoteka krediti bo'yicha kim tushunayotgan? Ipoteka krediti bilan o'zini yaxshi tushunasizlar, kredit bo'yicha. O'sha hozir hamma narsa bo'yicha onlayn baza bo'lib qolgan, onlayn baza orqali kiritilayotgan. Jismoniy shaxslarga beriladigan ipoteka kreditlar bo'yicha jismoniy shaxslarga berilgan ipoteka kreditlar bo'yicha hozir shu onlayn tarzda nima bo'lib qolgan. Oldin o'sha subsidiya asosida berilayotgan onlayn kreditlar bo'yicha bazaga o'zingiz arizalar nima qilasiz. Ular ma'qul tasdiqlangandan keyin bankka murojaat qilasiz. Bank murojaatingizdan keyin sizni birinchi baribir kartingizdan ko'rib chiqiladi. Undan tashqari 320 million atrofida kredit beriladi. 17% ipoteka kreditimiz 20 yilga.